Vanilni qatga olib keldingiz bizani. Men hadov bilan to'kdachi, yo'llarni qarasangiz-chi. Ha, rostdan yo'llar yomon ekan. Bugungi kelgan manzilimizdagi yo'llardan aholi qolaversa, o'zimizni haydovchimiz ham norozi, chunki harakatdan ham sezyapsiz, yo'llar rostdan ham yaroqsiz holatga kelib qolgan. Voy voy. Bizga to'g'ri yo'l kerak. Qachon to'g'rilab berishadi? Qiynalib ketdik. Xuddi mana shunday noroziliklar bilan Yangiyo'l tumani Gulbog' mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi aholi minlarga murojaat qildi. Yo'llarimiz oldin yaxshi edi. Mana kanalizatsiya o'tgandan keyin shunday o'nqir-cho'nqir bo'lib ketdi. Endi shularni to'g'rilab bersin deymiz. Mana kichkina yo'llar ham rasm bo'lib ketdi. Mana shu farzandlarimiz maktabga ketayotganda mana shu yo'llarda qiynalishyapti-da. Mana yo'l tekis emas. Mashina pirtoval tomonga yurib ketadi, bolalarimiz keyin mashinadan qochib ariqlik tushib ketyapti-da. Tasvirga olish jarayonida hattoki yo'l ta'mirtalab bo'lganligi sababli bir bolakay maktab bolasi yiqilib tushganligini guvohi bo'ldik. Hech nima qilmadimi? Har maktab kelayotganda yiqilib borishadi. Ehtiyot bo'lgin, qara. Lekin yurgin. Yomg'ir, qor yoqqanda vahshiy bo'lib ketadi. Nechta bola yiqilib, sirpanib, yiqilib loy bo'lib borishadi maktabga. Bolalar qiynalyapti, shofyorlar qiynalyapti. Rosa yomon ahvolda yo'llarimiz. Fuqarolarning so'zlariga qaraganda, aynan mana shu qismda kanalizatsiya quvuri o'tkazilganligi sababli yo'l xuddi mana shunday tarzda ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Ana hali qilib beramiz deydi, hali qilib beramiz deydi, yo'q. Kechqurun odam yayov yurgani ham qo'rqadi. Qoqilib turtirib yiqilib tushamiz deb. Yama bersin hech bo'lmasa. Yurib bo'lmaydi qishda yomg'ir yog'sa, qor yog'sa. Niyozbash mahallamizda Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari evaziga oqova suv quvurlarini tortish ishlari rejalashtirilgan va ayni paytda amalga oshirilyapti. Hali qurilish ishlari yakuniga yetgani yo'q. Qurilish ishlari yakuniga yetgandan so'ng yo'llar tekislanib, o'zi oldingi holatiga keltiriladi. Asfalti bor bo'lsa asfalt qilinadi yoki shag'allashtirib beriladi. Loyihada yo'lni qayta tiklash kiritilgan. Sentyabr, oktyabr oyida shartnoma asosida ish tugaydi. Topshirish boshlanadi. Har maktab kelayotganda yiqilib borishadi. Ehtiyot bo'lgin, qara. Lekin yurgin. Ta'mirtalab yo'llardan qiynalayotgan bo'lsa-da, o'zaro mehrni yo'qotmagan ushbu mahalla aholisini muammosini mas'ullar jiddiy nazoratga olishadi degan umiddamiz. Demak, biz bu manzilga, bu mavzuga yana qaytamiz.